Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men bugungi yangi video roligimizda biz Jamol bilan shunchaki cho'lda sayr qilib yurgan edik. Afsuski bizni benzinimiz tugab qoldi. Bundan 300 blok narida esa benzin knopkasi bor ekan. Yaxshi, biz tezroq yetib borishimiz kerak. Jamol, tosh mashinadan zanab tortishaverasan. Men ham charchab ketdim. Jamol. Afsuski kriselik qilib, orqasiga shunchaki o'tirib olibdi. Men esa nimaga og'ir haydayapti deb o'tiribman. Jamol, chog'isana. Yo'q, mana yetib keldik, heker. Yetib keldik mana g'oyat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, bratan? Tuzumsiz. Narxlari qancha deysiz? 1 million izmurud. Biz 1 million izmurud. Lekin bittagina izmurud chegirma bo'lishi mumkin. Bittagina deyavering. Oho, 99. Onasini yemsan. Bunchaga pulimiz yetmaydi, onasini yemsan. Ketdik, keker. O'zoroda mana bunaqa bir sex bor ekan, o'sha yerga benzin to'ldirib olarmiz. Tomoqlarim qurib ketdi, tez borish kerak. Biz uj Jamol bilan oftobda terlab, isib ketib turib, dam olib, qumda yotibmiz. Jamol, tez turasanmi? Turmayman, charchab ketdim. Tur deyapman senga. O'zing tur birinchi. Mayli o'zim turaychi, bir nimalar bo'layotdi ekan. Oho, bu yerda вообще issiq-ku. Atrofda hech narsa ko'rinmaydi. Mana bu yerdan hidi kelyapti. Cho'ta mana shu tarafda-da. Jamol, aniqlayapsanmi? Aniqlab o'tiribman. Mana shu tarafda ekan. Kagras. Qani mana shu tarafga yo'l olaylik-da, bratan. Bratan emas, heker deyver. Mana shu tarafda ekanmi? Xuddi shu tarafda. Men javobim, gapimga javob. Mana shu tarafdan biz shuni qilib qo'yamiz. Do'stlar, menimcha Jamol aniqladi. Demak, motorolni olib biz yo'lga tushamiz. Motorol deyapman bolalar, xafa bo'lmanglar. Motosikl-ku bu. Keyin biz mana nihoyat yetib keldik. Lekin bu yerga kirish uje bitta izmurod deb yozib qo'yilibdi. Bu yerdan biz kattagina ish olib turib, benzinimizni to'ldirib olmoqchi edik. Mana ekan bitta izmurod, bratan. Yaxshi, kirib olamiz. Bratan, sizni mashinangiz swap cho'tka ekan. Men biznesmenman, bu yerning boshlig'iman. Mashinalari ham cho'tka ekan. Jamol, qalaysan? Hozir senga bir zo'r trik ko'rsataman. Bu yerda katta benzin topsak, boyib ketamiz. Jamol keyin o'ylashni boshladi. Bu yerdan kattagina benzin oqish boshladi. Vihu! Biz endi boy bo'lamiz, bratanchik. Bratanchik emas, heker deyapman. Keyin menga heker shunaqa topib oldik, boy bo'lib ketamiz deb turib, miyamni ochib turib, gaplarni gapirish boshladi. Keyin bu yerga antiqa, mana bunaqa moslama to'g'ri. Bu yerdan biz benzinni sug'urib olishimiz mumkin ekan. Молодец, mazza qilamiz endi. Benzinlarni sug'urib olamiz deb turgan payt, qarashtak, shunaqa gaplar bo'lib qoldi. Demak, qani bu benzinlarni olaylik-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz degan payt biz Jamol bilan mashinchagina to'plab qo'yibmiz. Keyin magazinga borib turib, biz ko'proq aslahalarni yangilab olmoqchi edik. Keyin biz ko'pgina nimalarni yig'dik va mana nihoyat biz hammasini sotib olmoqchi bo'ldik. Jamol, siz juda ham zo'r boy inson bo'lib ketdingiz va mana shuncha sizga izmurod beramiz va o'rniga sizni kompaniyangiz uchun temirdan yasalgan mana bunaqa so'rg'ichlarni taqdim etamiz. Va Jamol bilan biz mana bunaqa so'rg'ichlarga qo'shimchasiga mana bunaqa ishchi ham yollab oldik o'zimizga, pulimizga. Lekin bir kuni bitta krisiga o'xshagan yigit bizni nimalarimizni cho'ktirib yubordi va o'zini binosini nima qilib yubordi. Lekin Jamol u payt cho'kib ketayotgan edi. Biznikini olganda endi bratanchik bilet. Keyin men Jamolni qutqarishga intildim va Jamolni qo'lidan olib turib otib yubordim. Endi benzinda cho'milib chiqqan bratni nima qilish kerak edi? Burnidan otib yubora qoldimda, qo'li yetmagandi. Keyin Jamol, yaxshimisan, tuzumsan degan paytda Jamol jahli chiqib ketib qoldi va boyagi bratanchikdan qasos olmoqchi bo'lib turib, uni korxonasiga o't yoqib yubordi. Bittagina o'q kifoya. Hammasini yoqib yubordi. Benzin, bilasizlar-ku endi benzinni nima qilishini. deb yelg'ab o'tirgan paytda buni meni rahmim kelib qolib turib, keyin brat, yelg'amang dedim-da, endi nima ham qilay dedim. Keyin Jamol borib turib, bitta joyga mana bunaqa narsalarni surib yuborib, yo'q qilib qarashdak, hammasini tushundinglar degan umiddaman. Bratanchik buni xabar topgandan keyin o'zini mana bunaqa moslamasi bilan kelayotganda bizni galimlarimiz qutqarib qolishdi. Buni galimlarimiz osmonga otib yubordi. Keyin Jamol kelib turib ularga, rahmat bratanchikingiz, siz juda ham katta bahaybat ekansiz, sizga rahmat" deb turib, sal qolsa shunaqa bo'lardi. Keyin biz boy bo'lib ketdik shullas. Jamolga tillalik kiyim olib berdim, o'zimga esa kostyum bilan o'tiribman hozirda ham. Yana shunday boyib ketganimiz haqidagi bu qisqagina hikoya edi. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Endi boymiz, onasini yemsin. Biz boymiz. Let's go. Yangi dunyo, oppoq